Qizlar, qalaysizlar? Ancha bo'ldi sizlar bilan gaplashmagim, говорящая голова bo'lib. Hozir yana kaksikda yuzingiz nimaga tiniq, yuzingiz nimaga har doim tekis turadi, nima surasiz, qanaqa tonalka, nima ishlatasiz deganlar. Qizlar o'sha 6 oydan beri CC Zangmini ishlatib kelaman. CC krem at Zangmi. Koreya brendi Zangminikini ishlataman. Buni Ultra Plus'i ham bor, bunaqa varianti ham bor. U ham yonimda, bu ham yonimda. Bunisi bo'li svetliroq, bunisi bo'li ochiqroq yotadi, ya'ni yupqaroq yotadi, narigi yengisi to'qroq yotadi. Uni ham ko'rsataman. Juda ham problemli yuzlar. Men, prinsipi, meni yuzimda bunaqa katta farq sezmadim, lekin qaranglar, boshqa hech nima kerak emas. Vaqt jihatidan yutaman. Millionta 80 ta narsa surmayman, faqat tagidan surib oladiganim o'zi krem, lyoqki yana krem surib olaman, увлажняющий krem. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Vokruг глаз Zangmini o'zinikini surish kerak. Mana, ishimiz